Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Rayhongul Mijitning Qayta nikah nomli romani. Davomi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Qisqa bir askartish berib o'tay. Men quyoshni so'yiman. Ehtimol sizmi menga o'xshash quyoshni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Shunga men har qitim safarlarda bo'lganda bargan yerdagi kun chiqqan va kun o'ltiradigan vaqtlarni, o'rinlarni oldin izlayman. Bu qitimliq kitob o'qishimizda men o'tganda Gretsiyaga borgan vaqtimda tartgan, kun chiqqan va kun patgan chog'dagi manzarlarni kirishtirdim. Bahra olg'aysiz. 33-bölüm. Bir necha kundan keyin doktorxona boshliqlari Sulaymon bilan Polatni chaqirdi. Ular Sulaymon bilan Polatdan uzundan uzunga apu so'rgandan keyin ular uchirgan ruhiy zarbi uchun 100 ming yuan to'lam berdiganligini aytdi. Bunchalik pul Sulaymonning oilasidagilar uchirgan ruhiy zarbining oldida hech nima emas edi. Biroq tog'dek pulni dövilab bergani bilanmi o'lgan odamni tirildirib kelgili bo'lamdi. Doktorxona boshliqlarining rostilla apu so'rganligini ko'rgan Sulaymon ularning shartiga ma'qul dedi. Sulaymon pulni olgandan keyin bolalarini agashtirib hakimaning qabrisiga keldi. U yanchiqidan doktorxonaning bu davolash hodisasini bartaraf qilish haqidagi qarornomasini ilib yerga qo'ygandan keyin qabri oldida yukinib o'ltirdi. Sulaymonning bolalari yukindi. Sulaymon oldi bilan qiroat qildi. Ondan heliqi qarornomani qo'liga elib, unlik, ammo asta o'qidi. U qarornomani o'qib, oxirsiga kelganda o'zini tutib ololmay, buqildab yig'lab ketdi. Ular yanmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Qabridan ayrilishga ko'zi qiymayotgan Sulaymon o'pchirisiga shivoq o'sib ketgan qabriga uzundan uzun tikilib qarab turib ketgandan keyin qabrining qibla tarafiga turg'izilgan tosh pichukni aloqalari bilan siladi. Apsi, sen ko'z yumadigan chaqda beshingda turib, sendan birər ig'iz bo'lsa-mu, rozilik ololmaganligimdan bakmi o'kinaman. Sen bir chaqlarda ikkimiz degan dunyodagi eng qadinoz, mangu ayrilmas do'stlardan deb ketadi. Biroq sen do'stlikqa yaramading, hakima. Meni tashlab qo'yib, o'zing ketib olding. Bugun biz beshinga kelgan kelishmaslikning sababini aniq uqdik. Ikkimizni ayirib etgan guytozlar tegishlik jojisini yedi. Menga ishongan hakima, buningdan keyin turmushimda qandoq o'zgarish bo'lsin bo'lmasin, ko'nglimdagi o'rningni hech kim bosolmaydi. Men seni hergiz unuta olmayman. Hergiz. Sulaymonning lablari titrab, og'zi gapga kelmay qiyratdi. Seni nikohimga olgan chaqda sen emdala 16 yoshga kirgan mushtumdek sekirak eding. Sendek chiroyli hamrohga erishganligimdan beshim ko'kka yetgan edi. Ikkimiz bir-birimizga yo'lanchuk bo'lib, talay issiq sovuqlarni beshimizdan o'tkazdik. Oxiri ashu yoshligimiz kelmasga ketdi. Biz qiyradik. Lekin sen bakmi chiroyli qiyragan eding, hakima. Sulaymon gapining oyig'ini davomlashtira olmay, buqildab yig'lab ketdi. Yoshlari mo'ldirlab to'kilib atgan balalar otasiga talmurib qarashdi.
Angacha Şeripe ittik kelip atsını koltuğudan yöledi. Köңlüňni yerim kılmağına ata. Bir yıldan artık vaqtdan buyan taqqazza bolup kelgen işta biz ahir ýaňdyk. Bu biz bir aile kişileri üçün hoşallyk. Biz ýyglamayly, hoşal bolayly. Sulayman kabri pütükene çiň tutup turgan kollaryny asta boşatdy. Angacha Polat ittik kelip atsyny belekeden tutdy. Ata, hava bek soğup ketdi. Sana soğuk deyip kalmışsın. Biz qaytayly. Uları öýge qaytyp kelgende Asiye tamakny tak kılıp durgan edi. O dastxanga mezzilik polo bilen tüjübilep taýýarlangan salat keltirdi. Bir aile kişileri polony iştiha bilen ýawatkanda Sulayman gelini qırıp koyup gep başlady. Sizlerge deydigan bir iş bar edi. Hemmiňlarny koşuludy dep oýlaýman. Nime işdi ata? Dep sorady Zöhre. Bu aldy bilen dep goýay. Bu sizlerge salgan maslahatim emas. Özüm karar kılgan iş. Sizlerni anlap kalsın devatımın. Meyli koşulunlar, koşulmaňlar bärbiri deginimdek boludy. Vey ata, adamni titıldatmay diýsin ha. Hotundun yana birini almaydygan sen? Dedi Şeripe çaqçaq kılıp. Lekin onun bu çaqçıqı hiç kimni küldürmekdi yok. Aksiçe Asiýany bekmi oňaýsyzlandyryp goýdy. Vey, oğzumga keldi dep däberdikensen. Dedi Zöhre Şeripe'ge qarap qapaklaryny türüp turup. Lekin Zöhre'nin gepini ilik almagan Şeripe öz içi küldi. Çaqçaq kılıp koydum şu. Sulayman qoladaki qoşuqny asta koyup, qol ýaglyk bilen eğizlerini sürtdi. Bu başka gepme emas. Helaqi 100 000 yen tölen pulunyň gepi, dedi Sulayman. Bu gepni anlagan balalar tamaktan toxtap, atsyga taqqazalyk bilen qaraşdy. Bizge 100 000 yen tölen pulunyň tekkerliki hemmiňlarga ma'lum. O pul gerçe hemmimizge taalluk bolsumu, lekin rahmetlik apaňlarynyň issyk jeni bediligi kelgen tölen. Men uyan oylunup, buyan oylunup, ahir onun yerimini Esed çoň ataňlarga beriş niýetigi keldim. Çünki Esed çoň ataňlar rahmetlik apaňlarynyň bu dünýalykdyky birden bir qyryntyşy. Onuň üstüge özü ýaşanyp kaldy. Balalarynyň hemmesi deqqan. O bayquş 4 gün bolsumu jahanyň howlykyny görse, rahmetlikniň ruhy hoş boludy. Sulayman olturganlarga tekşi qarap koyup gepini davam kıldı. Pulnyň kalgynyny Daryltamga berimen. Apaňlar sadiqa, sahavat dese jeni ýaýrap ketadigan mazlum edi. Yetimler külse o rahmetlikniň ruhymy külüdi. Ata, toğru oýlapsyn, dedi Polat birdemlik jimjitlikden keyin. Bu pulny çokum muşundak yerge işletsek boludy. Meniň başka pikrim yok. Men boýy dedim go balam, dep küldi Sulayman. Bu meniň silerge maslahat selewatgydym emas jumu? Özleri karar kılıp bolgan bolsalarmy, biz özümizden pikrini dep baksak bolurmu, ata? Dep sordy Gülyar tuyuksuzla. Ha, boludu. Opam rahmetlik, naýty takwadar musulman edi. Pensiýege çykkandan keyin 5 wagt namaz bilen rozyny birer qitim muqaza qılıp bakmagan. Şuňa kalgan pulnyň köprägini mesjidge bersek, opam rahmetlikniň ruhy sawap tapatdy. Nimele digen bilen hajymnyň gyzy däsen ha?
to'qidan qal tushapti, o'shki jangal degandek. Biroq atam bekitib bo'lgan ishqa boshqamiz aralashmayli. Po'lat xotinining gapini chiroyliqcha rad qildi. Gülyarning gapimi o'rinliq taqiladi. Biroq masjidga berdig'inimiz loyiqida bo'lsa bo'ladi. Meningcha masjidga obdan gelamdan bir parcha elib berayli, dedi Sulaymon va darhol Asiyaga qaradi. Buning bilan bayatdan beri eg'iz ochmay jimjit o'ltirgan Asiya gap qistirdi. To'g'ri o'ylabla atsi. Sadiqa deganning-mu ilgari keyini bo'larmish. Aldı bilan urug' tuqqanlar orasidagi ojiz urug'larga bergilikkan. Urug' tuqqanlar orasida undaqlar bo'lmasa, andin yatlarga bersi bo'ladi ekan. Pulning yerimini balalarning cho'ng otisiga bermoqchi bo'lganliklari bek joyida ish bo'pti. Sulaymonning balalari o'gay opasining tuyuqsizla buncha bala jiq gap qistirib ketganligiga hayron qolishdi. "Ota, mening boshqacha fikrim yo'q", dedi Sharipa otasiga do'q qilgandek. "Bo'ldi, boy dedim-ku. Qanday qilsa muvofiq bo'ldiganligini o'zim bilaman. Sizlar neri-beri gap qilmanglar. Meningcha bu 100 ming yuanni qanday bir taraf qilish o'zimizning ishi. Shundaq-ku?" Sharipa Sulaymonga savolliq qaradi. Sulaymon Sharipaning nima demoqchi bo'lib atganligini darhol tushundi. U Sharipaning gapini uzmoqchi bo'ldi-yu, lekin gapni qanday qilsa joyida bo'ladiganligini bilolmay turib qoldi. Uning tarixiga Sharipa yana eg'iz ichib bo'lguncha Gülyar gapni tortib oldi. "Sharipa, mendek bir yot kelinni qarindoshlarning maslahatiga yaqin yo'limisun deb atamsiz qandaq? Biroq xotirjam bo'ling, men atamning fikriga 100% qo'shilaman. To'la ansirab ketmang. Uyda bo'lingan bu gaplarni hech kimga tinmayman. Endi u yuragingiz joyiga tushgandi." "Uyey, nimalarni o'ylab ketdingiz bu? Yo siz yot odam bo'lmasangiz, opam rahmatlik hayot vaqtida sizni adam ikkimizdan e'tibor ko'ratdi-ku. Siz allaqachon o'z bo'lib ketgan." Asiya ham chechan, ham saskur masdum edi. U Sharipaning nima demoqchi bo'lganligini tushundi. O'zining bu yerda Sulaymonning bolalari bilan birga o'ltirganini ozdab, yana nadiki bir gaplarni qilib yurganligiga ming bir pushaymon qilgan Asiya ko'zlaridagi lig'irlab turgan yoshlarini bolalarga chandirib qo'ymaslik uchun shiradagi chaynakni oldida das o'rnidan turdi. "Naga borsan? Gapni tugamagan tursa?" deb tovladi Sulaymon. Men choy sovib qopti, boshqadan damlab kiray." Sulaymon Sharipaga alaydi. U Sharipaga gap qilmoqchi bo'lib, eg'izini umallab turib qoldi. "Burunqi zamonda 80 necha yoshlik bir bovay o'tgan ekan", deb gapini boshladi Sulaymon biroz jimjitlikdan keyin. "Uning 5 bolasi zodilib yetishmaydi ekan. Ha desalar gap tarkishidi ekan. Bir-biridan yomonlashidi ekan. Bolalarning hammasi otasiga bakmi vafodor bo'lg'ashqa bovayni talishib turib baqir ekan. Lekin bolalar har qancha qilibmi otasini rozi qila olmabdi. Buningdan hayron qolishgan bolalar otasidan so'rabdi: "Hey ota, sening 9'ingni tal qilib beryapmiz. Hech nimadan xijolating yo'q. Shundaq turuqliq yana nimishqa bizga chiroyingni ochmaysan? Endi biz sana zodi nima qilib bersak bo'lar?" Helaqa bovay bolalarga nima deb javob beribdi demamsizlar? Bovay shundaq debdi: "Ota-ona bo'lg'uchilar bolalarining ha desila ota-onasi uchun pul xajlashni yoqtirmaydi. Ularning umid qiladigani faqatla orom xudolik. Lekin bovayning bolalari otasining muddosini yana tushunmabdi. Buning bilan bovay bolalarga qarab shundaq deb varqirabdi: Kuniga bir vaqt g'izo yesammi,
Beş qeyrindaş inoq ötüp, meni aram xuda yaşıqlı qoysanglarla, ko'nglim tog'dek o'sgan bo'lar edi bolalarim. Nima demoqchi bo'lganligingni bildim, ota, dedi Po'lat. O'zining qilganlaridan ko'ngli yerim bo'lgan Sharipa otasiga ma'yusona tikildi. Sana yaxshi qarsam, meni boqqan ijringni qaytirsam deb o'ylayman-u. Biroq nemishqikin, hadisila seni ranjitib qo'yyapman, ota. Meni kechirgin. Seni hech kim ota-onasiga kuyimi yo'q demidi-ku Sharipa, dedi Zuhra Sharipaning mo'risiga qiqib turib. O'zingni ayblayverma. Ushaq-tushak ishlarning hammasiga o'ta zig'irlab ketsa, boshqalarning ko'nglini og'irtib qo'yadigan gap. Undaq odamning o'zimi xafalıqdan qutula olmaydi. Ko'ks qarningni kengri tut, bo'lamdi. Sharipa beshini tuvan solganicha mishildab yig'lig'ili turdi. Unda qilma qizim, dedi Sulaymon Sharipaga qarab. Sen ya kichik bola bo'lmassan? Sulaymon Po'latga qaradi. Sen adila bir parcha xat yozib, Asad cho'ng otangga heliqi pul bilan billa selavat. Hatta gapni ochiq degin, ma'qulmi? Po'lat otasiga qarab beshini langshitdi. Balalar qaytmoqchi bo'lib o'rinlaridan turib edi. Sulaymon balalarga bir ishni demoqchi bo'lib, ularga qaradi. Bir ish bor edi. Buni demaydigan edim, qaraganda deb qo'ygunim yaxshidek qiladi. U oshxon tarafga qarab qo'yib, past ovozda gapini davom qildi. Bu 100 ming yuan to'lam pulini undoq bir taraf qilish dastlabda mening xiyolimga kelmagan edi. U aqlni menga Osiya ko'rsatgan, bilamsizlar? Osiya. Sulaymon Sharipaga ma'nilik tikildi. Ha desila, uning ko'nglini og'irtib qo'yyapmiz. O'ylab baqmamsizlar, rostilla yomon niyati bo'lsa, bizga ashundaq aqlni ko'rsatamdi. Buyey, Osiya oilamning bu aqlini zodila o'ylab baqmabdi ekanman, dedi Zuhra gapni udulliq qilib. Xushomadchiligini texi buning, dedi Sharipa pichirlab turib. Voy, yana nima deganing bu? Nimandaq g'araz uqmaydigansan? Sulaymonning bu gaplari boyiqidan unlikroq chiqib ketdi. Men hech nima demadim, dedi Sharipa dodoqlab turib. Bek ta'sirlanib ketyapman shu. Xafa bo'lma, ota, ha? Bu gapni anglagan ko'pchilik paraqada kulishdi. Sulaymonmi kulib ketdi. Sulaymon o'rnidan turib, qattiq bir kerilib keyin balalarga qaradi. Bu ishni ko'ngildagidek tugatdik. Bo'ldi. Balalarim kash bo'lib ketdi. Sizlarmi qaytinglar. Balalarning midarlamay turishqanligini ko'rgan Sulaymon gapini davom qildi. Voy, mama yana nimaga qarab tursizlar? Uxlayman endi. Boyqi hikoyani unutib qoldinglarmi? Voy, turibsizlar-ku, dedi oshxonadan tuyuqsiz chiqib kelgan Osiya kulib turib. Birdam o'ltirib turinglar, bir chinidan suyiqash qilay. Angacha eshik tubiga berib bo'lishgan balalar tangla orqasiga qaradi. Bo'ldi, rahmat. Siz mubak hardingiz, aram eling, dedi Gulyara takallub bilan. Osiya Sharipaning ko'zlariga talmurganda qaradi. Sharipa, yo'qib ketmay pat-pat kelib turing qizim. Otingiz pek seg'inib ketdi ekan. Kelmamdigan, keliman. Otam o'zimning tursa, nemishqa kelmagudakman? Sharipaning qansiq gaplari yana boshlang'ili turdi. Bo'ldi. Menishmamsizlar endi. Sizlarni uzatmoqmi shundaq taskangu?
Ne vaq men öýre turguly? Putlarım telip ketdi. Sulayman balalarga çaqçaq qılıp köldi. Sizler dedingmi ata? Dedi Şeripe Sulaymanga tikilip turup. Xuddi iki qaşqa ayrılıp ketgendek, men sizler dep sözlep ketdim go emdi. Sulayman Şeripe'nin aşınçılık gepdinmi qusur tapıdığanlıqını oylap bakmagan edi. Onun çırayı derhallı öňdi. Amma qayta gep qılmadı. Bu ikisinin mijazı bir qilipning keseklirdekli ekan go, dedi Polat Şeripe'nin dolusıdan ittirip turup. Maň, qaytymyz emdi. Şeripe talağı çıqqandan keyin Gülyarning uçsidagi norka paltonu görüp hayran qaldı. "Yey yenge, bu norka paltonu qaçan aldınız? Qancha pul ken? Bek qimmatdi ha?" "Emdi görüwatamsiz?" Şeripe'nin bu gepini anlagan Gülyarning közleri çaqnap ketdi. Biroq başqa gep qilmay qasdan jim turib aldı. Şeripe atdigandin keşkiçe atamning ağzını g'iyrishlashqila yaralgan tursa, undaq narsalarga sapselishqa cho'lis degemdi, dedi Polat gap qistirib. "Oş, ayollarning ishi bilan nima koring sening?" Şeripe aksiga alaydı ve Gülyarning paltosini alaqallari bilan silab turib, "Jingmalken, birer tümenge algansiz-a?" dedi. "Nädikini, birer tümenlik norka paltoni koçaga kiyip çıqqılı bolamdi. Bultur çağandan keyin tuyuqsızla mallarning bahasını düşürdidin-a? Asli bahası 2 tümen koy iken tuq 12 mingga düşürüpdi. Akınız ep bermen dep turib aldı, şuňa közünü yumup elip etdik. Undaqda bir jyldan boyan koça avtobusyga çıkıp bakmapsizda?" Şeripe yana sordu. "Uy, bu nima degininiz? Şunu mu düşenmedinizmi? Uçsuga 12 ming koyluq norka palto kiyip algan adam bir koyluq avtobusda qıstilip yürse, set durar?" "Oğuşu, rast deysiz." Şeripe'nin bu geplerden sel oňaýsyzlanyp qalgan Gülyar zoraga külimsiredi. Lekin o turupla oylanıp qaldı. Hazır hemmeli adam künini aran elevatkan tursa, bir koyluq avtobusga çıkmay pick-upga olturam dekin. "Bir qitim işqi mangan edim," dep yana gap başladı Şeripe. "Beketde adamning qıstı-qıstanlıqıdan turgulu bolmaydı. Angaça bir avtobus keldi. Hemmeyle aldığa qarap qıstaşdık. Aldımda turgan semiz bir ayalmı 1000 təslikdə qıstilip yürüp avtobusga çıktı. Qarsam uçsuga naaydı qimmat norka palto kiyipaptı. İçimde, voy, halını at tartalmaydigan porvaş. Dümbenge qimmat norka palto kiyip algan adam biz bilen qıstilişip yürügiçe taksiga çıksam bolmamdı. Kim biledi, uçağındakisi uğurluğan palto mu tehi? Dep kettim." Bu gapni anlagan Gülyar qaqaqlap külüp ketdi. "Şeripe, helimi semreydi ekensiz, ha? Körüngelle işqi sepsilip çeçilgili tursunuz. Çarçımamsiz?" "Şu emdi," dedi Şeripe Gülyarning bu gaplerini qapdylyga almay közlerini parqırtıp turup. Angaç ular avtobus bektigime yetip geldi. "Polat, men beketden nerirak turayjymyň?" Gülyar eriga qarap külimsirdi. "Nimişqa? Uçamda norka palto tursa?" Üçeylen taňly külüşdi. Şu arlıqda bir taksi kelip ularning ýenide toqtady. Üçeylen heyli ýerge bargyça gep qilishmady. "Jimapla ketdiňlar-go, nima oýlawatsizlar?" İç puşqan Şeripe taqatsizlik bilen sorady. "Baýqa gepiňizni," dedi Gülyar. "Qaýsy gepni?" "Norka palto bilen koça avtobusynyň gepini bolmamdy." Gülyar birdäm jim olturup ketgenden keyin gepini yana dawam qildi.
Rost deysiz, Şəripə. Halimiz bu turib, uçimizga qimmat nork palto kiyib alsaq, rostilla yarashmaydi ekan. Sizga ko'nglimdagi gapni desam, uchamga nork palto kiyib alganim bilan paypiqim o'tmi-tushuk bo'lib ketibdi. Isloh qildik, boy bo'ldik deganimiz bilan amaliyotda ikki non topsa, birni dab chopdi degandek ishni qilib o'tamiz. Güliyarga o'xshash uchisiga nork palto, ichiga to'shuk paypoq kiyib yurgan xotinlar samandek, dedi bayatdan gap qilmay o'ltirgan Po'lat tartib. Yey, mushu erkak deganning-g'u heli qilgan gapi heli yo'q. Güliyar Po'latga qarab valaqqada kuldi. Bu nima gap amdi? Dedi Po'lat darhalla. Shu chaqda men olmayli desam o'zingiz unumay turib elib, "Mana amdi davatgan gapingizni." Güliyar Po'latni boshqana do'qib qo'ydi. "Yirtiq paypoq kiyayotganligingni o'zing deding-ku." "Hey, bo'ldi qilinglar-a. Mening oldimda yapti gap bilan bir-biringlarga erkilashtin. Nomus qilmamsizlar?" dedi Şəripə Po'lat bilan Güliyarga ko'zlarini alaytib. "Aka, rost gapni qilsam, otamning bir-biriga zid gap qiladiganligiga hayronman." "Voy, yana shu gapmi? O'zingni bilgina otamning ishiga aralashmay." "Oldi bilan gapimni anglab baqmamsan. Qaramamsan. Otam bugun opamning qabrisi oldida buquldab yig'lab hammamizning yuragini ezib etdi. Uyga kirib yana heriqi xotinga kuchuklanib yuradi. Nima o'ylaydi ekan tam? Sana deb qo'yay, Şəripə. Buningdan keyin otamning ishiga azroq aralashqin. Asiya aylamg'imi to'liq ko'zingning paxtasini chiqarib yurma. Bo'lamdi? Otamning yeshi bir yerga berib qoldi. Ortiq ko'ngil og'riqlarini ko'tara olmaydi. Qasdan otamning zitiga tegay deganim yo'q. Otamning opamni biroqli unutib ketishidan bakla ansirayman shu. Rahmatlik opam otamni shundoq yaxshi ko'rdigan tursa, navoda otam uni unutib ketsa, opamning ruhi ko'rinib qoladi shu." Şəripə məyus ko'zlarini mashinaning aynikidan sirtqa tikdi. "Hamma odamni o'zingga o'xshash ko'ngliga biror ish kelmayla o'pkidek qizirib qopidi deb o'ylama. Kallan bo'lgandikin o'ylab baqmamsa, otam zodi nimishqa qayta nikohlik bo'lgandan keyin uydagi hech qanday narsani almashtirmadi. O'tganda otam heliqi ko'zoynakining bir qo'ndiqi sunib ketibdi ekan, shuni plasterda chaplab o'ltirdi. Keyin uningga yangi ko'zoynakdan birini akilib berdim. Otam rahmat deb oldi, lekin keyin qarsam yana heliqi sunuq ko'zoynakni taqib olibdi. Otamdan "Nimishqa yana sunuq ko'zoynakni taqib olding?" deb so'rsam, u nima dedi bilamsan? "Bu degan opang rahmatlik ilib bergan ko'zoynak edi" deydi. Po'latning ko'z jiyaklari darhol qizardi. "Rostmi?" dedi sal o'ng'aysizlanib qolgan Şəripə. Şəripə birdam gap qilmay jim o'ltirib ketgandan keyin qo'shib qo'ydi. "Biroq qandoqlik qilsam eliqi xotinni ko'zimga sig'dira olmayman g'otdan?" "Nimishqa amdi?" "Opamni unutib qolmabdi deyapsan, biroq u yana heliqi xotin bilan oppoq-chapoq bo'lib o'tyapti. O'ylab baqmamsan, bir odam yuragiga qandoqlarcha birli vaqtda ikki mastumni sig'dira oladi. Yo erkaklar shundoq kelamdi." "Nima? Sen So'ng'u gap ishlamaydi ekan." Po'lat ochiqida Şəripəga ta'tir qarab o'ltirdi. "Akangiz rost deydi, Şəripə", dedi Güliyar savarchanlik bilan. "Meningcha biz hozir otamning Asiya aylan bilan qandoq o'tayotganligini to'la zig'irlab ketmayli. Otam aram xudo o'tsila, shuning o'zi g'animat. Opamiz ketdi, endi yana otamizdan ayrilib qolsak bo'lmaydi.
Atamның salametligi, xuşluqi üçün dua qilayli. Qandaq dedim? 34. bölüm. Berekesiz günləri sudek ötməkdə idi. Həşbəş tügücə yana Qurban Heytmi kelib qaldı. Şundaq, Heytqa bir ay qalğandan başlap ayalları öy tazlaş bilen bəkmi aldıraş bolup ketidi. Münəvvər Asiyanın gepi bilen naq 2 gün vaqt çıqırıb öyünün barlıq derize pərdlərini elib yuyub, derize əynəklərini bir-birləb sürtüb çıxdı. Münəvvər bu işlərini əmdili tügitib deb duruşuğa Asiya onu yana işik, kitap işkabı və kiyim işkaplarını pak sürtüb çıxışqa buyurdu. Burunğa səl qorsqı köpkən Münəvvər qoladaki dəsmalını pərq etib yerge attı. Məlli qılamdı mən bu öyünün yundu pırışlıqını. Eliq ikis qılmam diken? Heyt kelib atqan tursumu, iş bar mı, qarışıp berəyli dep qoyuşmidi. Bizge otam seytib alğan qul bolmazsaq. Münəvvər çeçilib sözləb ketdi. Dəl şu çaqda tuyuqsuz kelib qalğan Şəripə bosoğunun sırtıda turub bu gəplərinin həmmisini anladı. Şu tapda Şəripə açıqlanışını unutub kelib hayran kelib atadı. O adətdə Münəvvərni közüge sığdıralmay kelib atqan bolsumu, lekin bayqıdak gəplərini qılar deb hərgiz oylamağan idi. O dərhal işik qoңғıraqını bastı. İşik qoңғıraqının avazını anlığan Asiya qorqub titrəb ketdi. O baya köktat əkrişke çıqıb ketken Sulaymanni qaytıb kelgen bolsa kerak deb oylab qalğan idi. Yüzləri qulaqlarıca qızırıb ketken Asiya Münəvvərge g'azab bilen alaydı. Ünümni üçürüp degen siri qaynap kettin. Tas qaldın talağı çıqıb var qırıqılı. Mana əmdi xo'p boldumu sarang. Atan qaytib keldi. Bayqı gəplərini anlap qalğan bolsa, köttünge təpmiginini körək. Əmriyətdə Münəvvərmi qorqub ketib atadı. Qandaqlı bulmuşsun, bu ata-bala ikisinin təqdiri aşu bovayının qolida emasmi? O ittik hocırsığa kirib işikni yepib aldı. Berib işikni açqan Asiya bu soğuda Şəripənin qapaqlarını türüp turğanlığını görüp put qolida can qalmadı. Oy, Şəripə qız gepdikan qo, qeni, öyge kirin. Asiya alaq zadiligini çandırmaslıqqa tirişdi. Atam öyde yo'q şundaqmı? Deb udullu sordu Şəripə Asiyaga qarabmı qoymay. Ha, sirtqi chiqib ketgan edi. Siz qandaq bildingiz? Atam öyde bolsa Münəvvər bizning öydekilarni bayqadak tilli alamdi. Qaraganda Şəripə böre terisini kiydigandaq qılatdı. Asiyaning demi ichiga tushib ketdi. Lekin bundaq çağda artıq gap qilgan adamni palaket basmay qalmaydı. Münəvvərni tolu qanat astыңızga almang, dedi Şəripə zərdi bilen. Onun qaltısligini ötkəndə də bilib bolğan mən. Oşpazning pushtidan tamğan bir nimening davatqan gepini. Voy, u bizning öyge xenim bolup o'ltirg'ili kepdimi? Tamdaki saatga qarab Sulaymanning keladigan vaqti bo'lib qolganligini pamlagan Asiya texamo o'ng'aysizlanib ketib atadi. Asiya berib Şəripäning qo'llariga esildi. Sizdan o'tinib qalay Şəripə, bu gapni keyin deyishayli bo'lamdi. Atamızdan keladigan vaqti bo'lib qoldi. U anglab qolmasin. Bilasiz-ku, atamızning yuragi ojizlab ketdi, xafalikni ko'tarolmaydi. Şəripə Asiyaga boshqa gap qilmay qattiq birini alaydi-da berib sapaga o'ltirdi va qo'lidagi bir yashik sutni Şeraning yeniga qo'yib qo'ydi. Atam nega ketdi? U ko'ktat olg'ili chiqib ketgan. Asiya o'rindiqdan birini Şəripəning uduliga tartib akilib o'ltirdi. Nima? 70 yoshlik bovayni mushu so'g'uqda ko'ktatga chiqartdinglarmi? Ana bola ikkinglar nemish qilsizlar ko'ktat akirmay?
Шәрипә дәс орындан тұрып, ішкі қолыны бекінаға тіреді. «Ой, немеге варқырайттыңыз?» Деді allaqachon hujrasidan chiqib Sharipaning orqasiga kelib bo'lgan Munavvar teximi ulliq qilib. Toza bir yomondan qo'rqib, yavoshni bo'zaq qiladigan nima ekansiz? Opam izzatingizni qilib yo'l qo'yib bersa, haddingizni oshqili turdingiz. Qani, gapingiz bo'lsa mangidam. Voy, sen toz degicha men toz deb olay demoqchimi texi? Deb qo'yay. Boyqi gaplaringizga ega bo'lasiz. Mushu uyninkini yeb, mushu uyda turibsiz. Ozroq uy ishini qilib qo'yganga o'lantdingiz. Otam shuncha yashinib qolgan turuqliq ko'ktatga chiqibdi. Siz chiqsangiz bo'lmamdi. Ko'ktat akirganga nim bo'ladi. O'zi xolab akirman deb turib olgan tursa. To'g'ri deysiz. Otam o'zi xolab shundoq qilib atadi. O bichara opingizni olmagan bo'lsa, sizdek bir o'gay qizi ko'paymagan bo'ladi. Uyda yostiqni qirlab yetib aram oladigan chaqda mana endi boshqalarga samandek sarg'ayib o'gay qizi uchun xizmat izladi. Yana texi ko'ktatga chiqib ketibdi. Qaraganda at o'gin qo'rsqonlarga tomoq etib berdigan o'xshaydi. Durust. Otam shunday qilishni xohlaydi. Dal shu chaqda eshik qo'ng'irog'i jirangladi. Oy xudoyim, endi qanday qilarman? Oy bo'ldi qilinglar deyapman. Nima qilarini bilolmay, boshlarini changallagan Osiya yig'lab etayli deb qoldi. Eshik qo'ng'irog'i yana jirangladi. Osiya tavakkul deb eshikni ochdi. Sulaymon bozordan olgan ko'ktatlarni ko'tarib kirib keldi. Osiya uning qo'lidagi ko'ktatlarni elib oshxona tarafga mangdi. Munavvar gap qilmay orqaga burilib, hujrasiga ketgan. G'azabdan titrab ketayotgan Sharipa Sulaymonni ko'rib, sarpa besiqaga tushdi. "O'ltir bolam", dedi Sulaymon Sharipaga qarab. Sharipa sapaga kelib o'ltirdi. Sulaymon Sharipaning bir necha kundan beri ko'rishmagan otasiga salom qilmay, chiroyidan qor muz yog'dirib o'ltirganligini ko'rib, uyda biror ko'ngilsizlik bo'lganligini sezdi. O Sharipaning bir nimaga qaynab so'zlayotganligini eshik tubiga kelib anglagan edi. Nima bo'ldi qizim? Yana nimaga terikib qoldi? Eshtim bo'lmadi, dedi Sharipa otasiga qarab qo'ymay. Angacha Osiya patnosda 2 piyola choy ochdi. O Sulaymon bilan Sharipa piyolani qo'lga olgandan keyin patnosni sheraga qo'yib, bayqi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Osiyaning Sulaymon bilan Sharipa ayrim mundashsa, bayqi gaplarning oshkorlanib qoladiganligidan ansirab, ularning yeniga kelib o'tirganligi Sharipaga ayon edi. Sharipa mo Sulaymonni ayab ochiqini ichiga yurdi. O choydan bir piyola o'tlagandan keyin "Ata, heytmi kelib qoldi, shunga bugun uy yig'ishtirib beraymikin deb kelishim. Yuydigan kirqat bormi?" dedi Sulaymonga qarab. Buni Osiya aylandan so'rab baq. Munavvarmo necha kundan beri yig'ishtirgan, tugitalidimi, tugitalmadimi uqmadim. Sulaymon gapini tugitib, savol nazarda Osiyaga qaradi. Sharipa bundaq ishlarni aslida bu uyning hozirgi egasi Osiyadan so'rash kerakligini bilib tursin-u, lekin ochiqda qasdan Sulaymondan so'ragan edi. Sulaymon rastilla ko'ngil odam edi. Bu ishni Osiyadan so'rsa, Sharipaning boyqi haybasi to'kildiganligini u hargiz bilmaydi. Asosan tugabmi qoldi, dedi Osiya Sharipaga. Qalgan qatqan ishlarga Munavvar o'zi yetishidi. O Sharipaga qarab kulimsirdi. Sizmi hech o'tkazadigan tursangiz, oldi bilan o'zingizning uy ishlarini tugatib eling. Bu yerning ishiga sizni avor qilmayli. Sharipa Sulaymonga lapida qaradi. Lekin Sulaymon o'ylamagan yerdan
Şundaq qal balam, berip öz öýüňni ýygyşdyryp, heýtinňe taýýarlyk kılıp al. Şu tapda Şeripe özüniň bara-bara öýüniň öz balasyga emas, belki mehminiga okşap kelyp atganlygyny sezdi. Durus, özü tugulup ösken, onunğa untulgysyz hoşallyklaryny bergen bu aile mana emdi tuýuksuzla ýatlaşyp ketip atady. Häkime hayat çağlarda o işikden kiripla apsydan sorap ýürmei kılıdygan işini öz tep kılyberetdi. O aldı bilen aşxanaga kirip tamak edip etkendan keyin qaçquçylaryny ýygyşdyryp bolup, kir alguda ýygylyp kalgan kirlaryny ýatdy. Kısqasy o adamgerçilikni biletdi. Öý işigi çewer, tamakka usta edi. Şoňa öýge mehman ýoçun kirip kalgudak bolsalar, häkime derhal onunğa habar kıladdy. Omu apsynyň çakyrtganlygyny aňlap bolguça öýge ünüp bolatdy. İş kılıp Şeripe'nin yatlyk bolup ayrım öý tutup atganlygyga şunça ýyllar bolup kalgan bolsumu, ata-anasynyň öýüni ebädi öz öýüm dep biletdi. Hoşal bolgan çağlarda hoşluklaryny apsyga dep berip, apsy bilen taň kületdi. Hapy bolup kalgan çağlarda apsynyň quçkyga özüni etip, buhadan çykkyça ýyglap alatdy. Çünki apsy onuň üçin dünýädäki eň qadinas dost edi. Amma hala bugünkü kelgende Şeripe bu öýge ayak besişdin gerçi az tola äýminedigan bolup kalgan bolsumu, lekin rahmetlik apsynyň hedi bar bu öýüniň iş güçlerini burunqydek ança-munça kılışıp beräý diýse, Asiýa hemişe ret kıldy. Asiýa rastynla Şeripeni ayap, bütkül eğirçilikni özü kötürüşke razı bolup atamdygandy. Nataýyn, dep oýlaýdy Şeripe. O hotun munu kızny atamga ýaxşy körsiş üçin käsden şundaq kılıp atydy. Hiliger hotun. Bu öýde ýene Zühre açamy bargo, omu muş öýüniň işine dep puçulunyp ketip atydy, dedi Şeripe bir azadyn keyin özüni temkin tutup. O gazypy tutgan çağlarda Asiýany dorap külümsireşke tirişip bakkan bolsumu, lekin kan bilen kirgen hoy jan bilen çykar degендek közlerdeki nepret uşgullaryny hiç bir ýitirelmei awara edi. Şundaq derdini içige ýutip çakmak tezlikide tebessüm kılış onun koladan kelmeýdi. Ämeliýetde o özümü undaq yasalmylykka üç edi. Lekin bugünkü günde sunyň eqişiga bak, tükniň ýetişiga degen kelimeni hayat pelsepesi kılıdygan kişiler samandek. Çünki tüzlük kıldım dep qorsqydykini hapala-şapala aşkarlap koygan adam ziyan tartadygan tursa. Zühregülmü bek aldıraş, dedi Asiýa işköýär analardek tebessüm bilen. Kündüzi işqi barıdy, işten düşüpla tamakmy ýemei udul kursqa ketidi. Başgaşlygydakmy wagty ýok beçarynyň. İç puşkan Şeripe derhal qaytmakçy boldy. Şundaq kılmasa partlap ketadigandak kılatdy. Onuň üstüge Şeripe Sulaymanyny ýene hapy kılıp goýuşdan ensireydi. O des orundan turup Sulaymanyga qarady. Başka iş bolmagandan keyin men qaytay. Uyey, nimege aldıraýsyz, tamak ýepmeňiň, dedi Asiýa, gerçi onuň orundan turganlygyny görüp içide hoş bolup ketip atgan bolsumu. O iştik berip Şeripege işini içip berdi. Hey, qow hotunnyň meni qoglagandak işini içip turganyny tehi, dep oýlady Şeripe. Şeripe işikden çıkıp pelenpeýden arqysyga qarapmy goýmay düşüp ketdi. Talagy çıkıpla onuň yürekleri iç qıla turdy. Çünki o Asiýa degen bu qow hotun meni öýden çyraýlykça qoglap çykardy dep oýlap atady. O içide rahmetlik apsyga ýene dert dökkele turdy. Jenim apa,
Gördüңmü bunu? Sen hayat bolgan bolsaң, muşu күнгө қалар мыдым? Onun toxtavsız iqıvatqan yaşları ikki məğzini boylap sırğımaqda idi. 35. bölüm. Şəripə ketgəndən keyin Sulayman Asiyəni hocırğa çağırıb nemi iş bolğanlığını sorudu. Asiya dəsləbdə xeyliğicə gəp söz qılmay jim olturdu. Mən Münəvvərni işik işkaplarını sürtüvetken degen edim, dedi o Sulayman qayta sorap turub alğandan keyin. Bir işqe iş puşup qaldı mı, tolağı çıqattım dep turub aldı. Mən onunğa işini tügütüp andın çıqqın dep unumudum. Şunda qılıb ikimiz gəp söz tərgişip qaldıq. Dəl şu çağda Şəripə kelib qaldı. Münəvvər mağa açıqıda Şəripäge anç çıray aşmıvedi. Şəripə terkip qaldı şu. Asiya, moşundaq desem, Münəvvərgemo, Şəripəgemo yaxşı boludu, dep oylağan edi. Demisimo, bayi bolunğan gəplərini dep salsa, Sulaymanның xapı bolup qalıdığanlıqı eniq edi. Yana kelib, Asiyamo bəzide aq köngüllik qıldım dep, rast gepni dep olturğandan köre, ança-munça gep yasap qoyğannыңmı zeyni yoq ikənligini nəhayət obdan biletdi. Sulayman erkişi bolğaşqa bundaq geplərinin rast yalğınını zığırlap yürməydi. Onun üstüge Sulayman Asiyaga %100 işini etdi. Onun nəzirdə Asiya pəziletlik, aq köngül ayal bolğaşqa onun erinin aldıda gep yasışı əsla mümkün emas edi. Şunu o Asiyanın geplerini anlığandan keyin Şəripədən ağırınıp qaldı. Adamның mijazi degen bir xil turamdı. Neri berisini uqmay turupla, mağa nemişqe qapıqını aşmaysan dep atçaqlığan barmı? Sulayman eğer tartib qoyup Asiyanın qollarını tuttu. Onun Asiyaga tikilgen közlerden bir xil oңайсызланыш alametleri çıkıp duratdı. Bayatın nemişqi duduqlap tilini çaynaydı ekin desem, əslida Şəripəni ayap dikensen de, hey bu Şəripə yana xata qıptı. O degen Münəvvərnin ailesi de. Münəvvərnin köngli caydı bolmağandan keyin onca bala zığırlap ketmegen bolsumu, bundaq köngülsizlik çıkmasken tuq. Asiya Şəripə bilen Münəvvərni ayap, bayqı yalğan gepni toquğan edi. Amma bütün toqu lənətinin ahırı berib, Şəripəge artılıb qalıdığanlıqını o nədin bilsin. Asiya tuyuqsızla çivin yavalğandek bolup qaldı. O qolunu Sulaymanның alqından ajırtıb, Sulaymanның yeniga kelib olturdu. Şəripədən ağrınmısıla, Münəvvərmi aşırıvetdi. Demisimo o adette Şəripəge tüzügrək çırayı aşmaydı. Puldu qılsıla atısı. Bu dörem Şəripə kelgende bu işini yüzüge selip yürümüsle. Mən Münəvvərge gep qılay, əmdi onda qılmışsın. Nemişqi doğru Sulaymanның içi toşup ketip atadı. İşinin bundaq bolup keterini oylamap dikenmen, dedi o uluq kiçiktenip. İkimizning nikah işini devatamla? Asiya həsrət bilen sordu. Asiya bu oyga kirgenden buyan bu aq köngül bovayga mehri düşüp qalğan edi. Şunu o bovining köngülini eliş üçün heç qandaq işten baş tartmadı. O Sulaymanның hər qandaq tuqqını, hər qandaq mehminini öz qeyrindeşidinmi obdan küttü. Ögey balalarga yürekini yerip bermedi, onun berisini qıldı. Sulaymanның köngülini dep ögey balaları kelse aş tamaqını etip pay petek boldu. Amma
Сулайманның азырқы гәп сөзідін қарағанда, о қайта никахланғандың кейінгі тұрмышыдың разы әмәстәк қыладды. Сулайман Асияның байқы суалыға жауап бәрмеді. Гәп көчілап мұ олтырмеді. Әр қотын ішкісі қейліғіче ерге қараған ече жим-жит олтырып кетті. Сәл чарчап пұтлары сырқырап атқан Сулайман аста караватқа шығып ятты. Караваттыки пәй ястық найты бош болғашқа Сулайман шундақлы етішіға оның беші ястыққа мұссыды чөкіп кетті. Яны келіп Сулайман пәй ястыққа өч еді. Шоңы о худди өчіні ястықтың чықармақчы болғандек бешінің астыдеки ястықны суғырып алды да ерге қартып атты. Асия ердеки пәй ястықны югіріп беріп алды да оны ішкапқа селіп етіп, юмылақ қаттық ястықтың біріні еліп Сулайманның бешіға қойып бәрді. Қилаллықы 30 сантиметрчі келедіған бұндақ юмалақ ястықның ішіге адетті пақта яки саман тықыладды. Өзі көрімсіз болғаны белен башқы қойып ясса рахат еді. Азыр әммілі адам чәтәліклеріні доорап бешіға пәй ястық қойып ятқыны белен әмілиетті Сулайман әнәневи юмалақ ястықыны яқшы көретті. Қаттық ястық бешіға қош яққан Сулайман Асияға дүмбісіні қылып, енічі ятты. Учамны бір тұтып қойғына, ұрып чықып әткендек ағырып кетіп атыды. Асия Сулайманның ұчысыны пұтының ұчыдың тартып, таки гәжгісігіче ерінмәй тұтып чықты. Арадан 10 минутчы вақыт өтті. Асияның қолдары теліп, ағырғылы тұрды. Дәл шу чағда енек хорек авазы аңланды. Асияның қолларыдың тені раhatlanып қалған Сулайман ұйқыға кеткен еді. Асия томпышкінің үстідегі саатке қарады. Саат 12-ден ешіп кеткен еді. Асия карваттан түшіп, әмділа маңайдап тұрышыға Сулайман ойғанды. «Ой, бір дәмділі ұқылап қалғанымны қарымамдыған», деді Сулайман көздеріні ұвылап тұрып. «Ұшчыларыны тұтып қойған қолларымның караметі дейсілі?» деді Асия чақ-чақ қылып. Асия шу гепні дегеш, сыртқы қарап меңіп еді, Сулайман оны чақырды. «Нәгі бар сен? Кәл, енімді олтырғына саңа дайраған кепім бар». Асия келіп, караватның левеге олтырды. Сулайман оның қолларыны алқыныға алды. «Сәндін бірі ішіні өтіней». «Немі ішіні?» «Ішкемізінің бұндақ өтмеге асанға түшмеді. Қарағанда бұныңдың кейін текамы жүндақ болыдыған оқшайды. Сән мі көріп тұрып сән, жәмиетті қайты некахланғалардың пұр чықып шымай, яны ажыршып, яны той қылып жүргәлләр аз әмәс. Лекен мән ондақ мұшақатларыны көтір әлмеймән жұмы». Сулайман Асияның қолларыны алқындың бұштып олдырды вә томпышкының тартмысыдың бір тал тамақыны еліп тұташтырды. Оның еғізі вә бұрныдың пұрқырап шыққан іс толған ғынече юқыраға ерінчәклік білән өрлімәкте еді. Сулайман кепіне давам қылды. «Есіңді болсын, үйімізді өгей балы жоқ. Білдің мұ? Сенің балаң менің балам, менің балам сенің балаң. Шоңа кімдің сәбәлік өссе айымай кеп қылсақ болей берді. Алдыңды деп қойай, балаларымдың қайсы бере зыттыңғы дегіп қойса, мәндің йошырма. Ішінің yolu шу, дәртіне ішіңгіютіп юрей бәрме, болмаса кесел болып кетсін». «Мақұл», деді Асия бешіні ердін алмай тұрып, лекен башқа гәп қылмеді.
Asiyaның qo'rsqidagi gapni deganda, u Sulaymonning boyqi gaplariga va'da berishga rostilla amalsiz edi. Chunki Sulaymon organda uzun yil ishlab, boshliq bo'lib, xilma-xil odamlarni ko'rib baqashqa, kishilik munosabatni bartaraf qilishga usta edi. Uning ustiga o'zi tuz, sodda odam edi. Shunga oilaviy munosabatni bartaraf qilishdimi, hamisha mushundaq idorada odam boshqurgan chog'dagi odati bo'yicha ish qiladi. Lekin oila degan idoraga o'xshamdi. Uning ustiga qayta nikohdan keyin qurilgan oiladagi kishilik munosabat texmi nozik tursa, shunga uni bir ikki eg'iz tarbiya bilan hal qilib ketgili bo'lmaydi. U Asiyaga gapning rostini deb orini uchuq qilavatgan davatdi. Bu osonmi? Nima degan oq ko'ngli odam, ha? Asiya Sulaymonning ko'zlariga tikilganicha chunqur xiyolga patdi. Dal shu chaqda Munavvar eshikni chekib, "Tomoq tayyor bo'ldi", deb tovladi. Munavvar lag'man qilgan edi. Qo'riminimi ko'kmush, pomidor va karabshilar bilan nayt o'xshitib qo'rgan edi. Lekin xemirning tuzi degandek tangshalmidimi, cho'p takshi chiqmagan edi. Ashdan ikki chuka ala almayla oshqozni sal bearam bo'lishga boshlagan Sulaymon cho'kini qo'yib, taxsini neriga ishtardi. Durust. Bu tomoq nadimi? Hakimaning atganiga o'xshasin. Asiyamu tomoqni o'xshitib etadi, ammo Munavvarning atgan tomog'i Sulaymonga ancha tetimaydi. Sulaymonning tomoqni yemaganligini ko'rgan Munavvar nomusdan beshini soldi. "Ota, kechirsizlar, tomoqim ig'izirga tetimay qoldi." "Undaq emas, qizim, undaq emas. Odam qeyraganda shundaq bo'lib qoladiga o'xshaydi. Oshqoznim sal bearam bo'lib atidi. Men dori ichib olay." Sulaymon duodan keyin o'rnidan darhol turib, yana hujraga kirib yotdi. Asiya darhol oshxonaga kirib, hash-pash degicha mushtimdak xemir yug'urib, inchik pilt qildi. Uni 5 minutcha tindirgandan keyin qog'ozdek besib silib, uzoq pishirdi. Qo'rimi tayyor bo'lg'ashqa, Asiyaning Sulaymonga atgan langmini yarim soatga qolmay tayyor bo'ldi. Asiya Sulaymonni chaqirib chiqdi. Sulaymon taxsida turgan chashdak langmanni ko'rib hayron qoldi. "Voy, suyrakchimisan? Birdamdala boshqachalar tomoq etib bo'psan-ku." "Alsla atsi, singishlik tomoq." Sulaymon Asiyaga hayajon bilan bir hazo qarab turib ketgandan keyin oshni ishtiho bilan yedi. "Tomoq bek o'xshabdi", dedi Sulaymon taxsidagi tomoqni pak-pakiz yevatgandan keyin eg'zini surtgach. "Biroq qo'rima sil moyliq bo'lib qopti. Buningdan keyin moysizroq qilinglar. Bo'lmasa odamning ko'ngliga tegadi ekan." 36 bölüm. Heytqa az qalgan seri Zöhra teximi aldirash bo'lib ketdi. Har kuni attiganligi idoraning mashinasiga ulgurish uchun soat 7 bo'la bo'lmayla uydan chiqatdi. Kechda ishdan tushibla udul kursga boradi. Kurs tugagandan keyin Aman bilan ancha-muncha ko'rishatdi. Shunga har kuni degidek yerim kecha bilan uyga keladigan bo'lg'ashqa, uyning ishiga faqatla eshin olmay vatadi. Demak, Munavvarning og'rinishlari o'rinliq edi. Durust, Munavvar hozirgacha Amanni xotin bolalari bor odam deb biladi. Shunga Zöhraning biraylan bilan muhabbatlashayotganligini sezgan bo'lsa-mu, lekin u kishining dal Aman ekanligi uning xiyoliga kirib chiqmagan edi. Bugungi kechlik xizodimi kundagidek Sulaymon, Asiya va Munavvar uchi hamdastixon bo'ldi.
Heytqa bir haftaning ishi qapti, dedi Asiya Minavvarga. Uynigu tozalab boldiq, biroq sаңзы saladigan, tatliq turum pishiradigan ish shu peti turadi. Shunga sen at ishdan baldiroq kelgin, sаңзы salamiz. Uyey, hozir kim uyda sаңзы saladi? Bazardan alaylıla 40-50 koykan qo'shu. Nima? 40-50 koy pul emasmi? Hozirgi yoshlarza bakma hashamxo'r bo'lib ketyapti, dedi Asiya Minavvardan norozi bo'lib. Angacha Sulaymon gap qistirdi. Sаңзыны bozordan elinglar. U narsani pishirishmi avorchilik jiq ishkan. Tatliq turumlarni uyda pishirsanglarmi bo'lar? Sulaymon Asiyaga qaradi. Biroq qizim, opamizning tatliq turum pishirishdagi hunari qandaqroq kentdan? Dedi Sulaymon Minavvarga qarab kulib turib. Lop gap emas, men pishirgan baqari bilan tush armonninkidan tamlik jumusla? Asiya alqini bilan eg'izni to'sqinicha pixildab kulib ketdi. Kichik chog'larimizda qand kezakni bozordan olgandan boshqa qolgan hamma heytlikni uyda pishiratdiq, dedi Asiya. O chaqlar hozirqidek haftada 2 kun dam oladigan ish yo'q, qatnashma baqqis edi. Ish qilib har heytning tayyorliqlarini deb puti ko'ygan to'g'idek bo'lib ketaddiq. Kunduzi ishlab, yerim kechi bilan uyga keladdiq. Qirqat yuydigan, uy tozlaydigan ishlarni kechis qiladdiq. Bo'ldi qila, oppa. Undaq gaplaringni ko'rming qitim anglab ketdim, dedi Minavvar kulib turib. Ammo taqatsizlik bilan u chaqlarda jaboliq o'tganliginglar rost. Lekin u qaysi zaman, hozir qaysi zaman? Shundaq, sizlar degan moyning ishidagi bo'rakda qizim. Asiya qiziga ma'nilik qaradi. Voy, quloq tech. Bozordan tayyorni elinglar, dedi Sulaymon. Jo'jasi bir necha yuz qo'ygan qo'shu. Habballi, yanala otam to'g'ri o'ylaydi ekan jumi. Minavvar xushalliqda cho'nqir nafas oldi. Qizodan keyin Minavvar opsining degini bo'yicha Zuhraning hujrasidan boshqa uylardagi gilamlarning hammasini chang so'mirtgichda tozalab chiqdi. Zuhra ochangning uyi-chu, tozaldingmi? Asiya tuyuqsiz so'rab qoldi. Yo'q. Nemishqa tozlamading? Voy, o'zi tozlasin. Bu nima deganing amdi? Hamma uyni tozlab, Zuhraning uyini ayirib qo'yguning nemisi? Sat emasmi? Dedi bu gaplarni Sulaymonning anglab kelishidan ansirgan Asiya pas ovozda. Ammo zardi bilan. Oy, nimaga sat bo'ladi? Menmi uningga o'xshashla xizmatim bor odam turuqliq, atayin vaqt chiqarib uyning shuncha ishlarini tugatdim. Uning hujrasining deraza pardalarini yuyib bersam, bir ig'iz rahmatim yo'q. Xuddi opa bola ikkimiz hammasining moliyidak. Minavvarning yana judoni o'rligala turdi. Uning ovozini Sulaymon anglab qolmag'aydi deb ansirgan Asiya uni hojatxonaga ittirib kirgizibla eshikni guppada yepivatdi. Soat 10:30 bo'lgan chaq edi. Minavvar amdala karvitaga chiqib turishiga tuyuqsiz telefon kelib qoldi. Kimdi bu? Odamni ovor qilib yerim kechada telefon qilgan. Minavvar g'udurg'anicha berib telefonni oldi. Voy, assalomu alaykum, Zuhra uyga yetib bordimi? deb so'radi bir er kishi. Minavvar buni anglab tamtirabla ketdi. Siz kim bo'lasiz?
Minavvar erensizlik bilan so'rdi. Men aman, Zöhre'nin yan fonuga telefon qilsam açmaptı. Şuna uyga yetib bardımı uqay deb telefon qilishim. Adam sal ansirab qoladi ekan. Aman? Qaysi aman? Minavvar andikib turib so'rdi. Ha, siz Minavvarg'u deyman. Ovozingizdan bilib oldim. Minavvar telefon qilgan bu kishining ingliz tili maktabi ochgan heliqi aman mudir ekanligini bildi. Zöhre degan bu döt kolva nemishqa xotin balalar bor odam bilan o'rlashayotgandi. Hey, bu qizning bir vinsi kam qandaq. Hayal o'tmay Zöhre qaytib keldi. Angacha hojatxonadan chiqib kelgan Minavvar uning bilan ilgirgidek qizg'in amallashmay, onunğa beshini undaqla lang'ishitib qo'yib, odil o'zining hujrasiga kirib ketdi. Zöhre Minavvarning ancha chiroy ochmag'ini ko'rib, bir qismili bo'lib qoldi. Uning ustiga Zöhre tuz bo'lg'ashqimi, xalqning chiroyiga qarab, ichida nima o'ylayotganligini ancha paraz qilib ketolmaydi. Durust, yaqindan bo'yan u o'z halakchiligi bilan bo'lib ketib, uy bilan ancha kori bo'lmadi. Lekin u buni hayron qolg'udek ish emas deb qaraydi. Chunki uningchi bo'lganda Osiyaning yeshi bek cho'ng emas. Shunga uy ishlarining huddidan tamoman chiqalaydi. Uning ustiga Minavvarning xizmat o'rni yaqin, ishqa berish kelishda o'zidek ovarchilik tortmaydi. Shunga opsining uy ishlariga qarashib berishi albatta haqliq. Lekin Zöhrechu İdarisi Iroq bo'lganning ustiga kashda ishdan tushibla kursga boradi. Uydagilar buni albatta tushunishi kerak. Zöhre apsay hayot chog'larida hech tayyorlik ediganlarga o'zining biror qitim bo'lsa-mu qalliqqa turib baqqanligini bilmaydi. Chunki undaq ishlarning hammasini Sharipa qiladi. Zöhre bo'lsa ancha-muncha ha-hu deyishib qo'yibla kitobini o'qib o'ltiradi. Qisqasi, u kichik chog'lardan tartibla uy ishiga qalliqqa turishga odatlanmagan. U uyning shunchavala nurg'un ishlarini tugatgan Minavvarning oldida salpal uyilib qolgan bo'lsa-mu, lekin Minavvarning zodi nimaga tutilib qolganligining sababini o'zidan izlab boqqusi kelmadi. Zöhre qattiq birni asnab qo'yib, o'tiki va paltosini selib etib, yuz ko'zini yuymoqchi bo'ldi. Zittig'i tegsam o'z ig'iz ochidi deb o'ylagan Minavvar Zöhrega qash qapoqlarini ostin-ustin qilg'ili turdi. Biroq Zöhre hech ish bo'lmagandek hojatxonaga yuz yuymoqchi bo'lib kirib ketdi. To'si qo'limiz bir nima-da bu, dedi Minavvar ichi titildab. Biroq bir amal qilib dardini chiqarib olishga oldirab ketayotgan Minavvar hujrasidan chiqdi-da, qasdan hojatxonaga kirmoqchi bo'ldi. Yüz ko'zini yuyib bo'lgan Zöhre chechini igiz turib qo'yib, yuziga may surtib atadi. Minavvar bo'sog'ida xeylig'icha turdi, lekin Zöhre uningga qarabmi qo'ymadi. Zöhre acha, har kuni bek kash kelayotsiz, qaraganda nihoyat oldirash o'xshamamsiz. Oldinglarda xijilman. Boya Aman degan bir kishi sizni izlab telefon qildi. Minavvar Zöhredan chiroyida qandaq o'zgarish bo'larkin deb sapsilib boqdi. Ammo Zöhre mit qilib qo'ydigandek emas edi. Hatto bu to'g'riliq ig'ismi oshmadi. U yuziga meyni chepib, barmoqlari bilan takshi singdirgandan keyin aynak qaradi. Siz uning bilan ko'rishib baqdingizmi? Minavvar yana so'radi. Zöhrega Minavvarning musha gapi ta'sir qilgan bo'lsa kerak, u burilib Minavvarga qaradi-yu, lekin yana eg'iz ochmadi. U odam sizni uyga yetib bordimi yo'q deb ansirab telefon qildi. Sizga bek ko'ngil bo'ladigandek qiladi. Qaraganda xeyli obdalli o'tayotgan o'xshaysizlar, ha? Dedi Minavvar.
Minəvər gerçi aman bilen arılış niyetidən yanğan bolsunmu, lekin özü yaxşı görüp qalğan bu kişi başqa biri bilen arılaşsa, əlbəttə bununla həsəd qılmay qalmaydı da. Zöhrə Minəvərgə qarab pissіңə də birini külüp qoydu da, hacatxanadan chiqib, udul hujrasiga kirib ketdi. Zöhrənin bayqı gəplərə ancha pisand qilib ketməgənligini görgən Minəvərning nəhayət açığa keldi. O ittik berib Zöhrənin ishigini çəkdi də, ishikni g'atchida echibli kirdi. Zöhrə acha, bilemsiz, heytqi bir haftalı qapdı. Bilimən, dedi Zöhrə popayka və yung tambilini salğaç. Zöhrənin içige kiyib alğan al rənglik maykısı bilen yip tambili nəhayət çiraylıq bolub, onu teximi sölətlik görsüp duratdı. Neç gündün beri siz bəkmi aldıraş bolup ketdiniz? Apam ikimiz öylərini tazlap, pərdələrini mi yuyup olduk? Uyey, bu sizlərge capas elip koydum, hə? Bəkmi nomus qılıvatı mən. Maň azraq iş elip koymudunlar mı? Lekin Minəvər ağızның uçudıla nomus qılıvatı mən dep koyğunu bilen içide hoş boluvatqandı tayellaq dep oyladı. Akşam öydeki gelemlerinin hemmisini tazlap çıktım. Bırak hujurunızdaki gelemni tazlaşqa işin almadım cumu? Dedi Minəvər duq qılğandık. Amma Zöhrə Minəvərnin aşu gəplərini qılğan çağdaki çırayını görməy qaldı. Bu çan sümürgüşdə sümürtüdüğən iş bolğandikin tazlı vəssiniz mi bopdiken? Hem öyni tazlap menin hujramni ayırıp koyğununuz nemese hemdi? Zöhrə Minəvərnin gözlərə qardı. O rastilla Minəvərdən rəncigəndək turatdı. Minəvərnin uyumu dəl Zöhrənin zərdəsini örültüş edi. Sizge deysəm Zöhrə aça, siz bu öynin xenimi əməz, apam ikimiz mi malay əməz? Uzundan beri qorsqığa püküp yürgen gəplərini ahire devalğan Minəvər arqısıға burulup da çıkıp getdi. Zöhrə ditiği yaqmıgan birər gəpni anlığan haman səkrəp çiçanşıp ketadigan qızlardan bolmağaşqa hər qandaq işta nəhayət eğri besiq edi. Gahide bəzilər onunğa zəhərdək gəplərini qılavəssimu, o külüp qoyupla ötközüp etdi. Onun həmişə beğəm, xatircəm yürüşümü dəl şunundan edi. Amma Minəvərnin bayqı gəpləri onun cenidən ötüp getdi. Şoňa o doqquslap çıkıp ketip atkan Minəvərnin arqısıdan qarağaniçə dan qetip turupla qaldı. O birdemden keyin helala qoluğa alğan kitabını pirqir etip taşıldı da yügürüp çıkıp hujrasiga kirip ketip atkan Minəvərnin aldını to'sdi. Nime degeniniz bu? Yerim keçede jöyülüp kelip atmaydigansız? Yoksu, jöylemedim. Kallam nayti jayda. Dedi Minəvər Zöhrəge burulup qarab. Nədiki gəplərini dep yürsiz əmisi? Xenim, malay degelleriniz nemisi? Muştumdek durup ecepmi zəhərdek gəp qıladı ikensiz? Zəhərdek gəp qılavatqa adam mən ma? Özünüzden qılğanlar üçün? Nime? Mən nime qıptı mən? Dep ceninin barıca varqırdı Zöhrə. Bu onun Minəvərinin aldıda tünce ketim varqırap gep qılışı edi. Minəvər bunu görüp selpel təmtirəp qalğan bolsumu, lekin qorsiqqıdikinin həmmisini dep içini boştup almaqçı boldu. Mən dep yürmesem mi bolar? Özünüz oylap bekin. Zöhrənin yeğiriga tuz sepip səkirtəvətken Minəvər boldu qılmaqçı bolup ittik hujrasiga kirip ketdi. Biroq eğizden çıkıp ketken gapni qaytırıp algıla bolmaydı. Onun üstüge Sulayman bilen Asiya Zöhrənin bayqı ününü anlap uyğunub ketken edi. Çapınını yepinçaqlap alğan Sulayman anğaca Minəvərnin hujrası aldıda peyda boldu. Yotqandını soğurlupla çıqqaşqa onun kuşdak aqarğan çaşları taqbiyip
ketgan, qapaqlari sangilab ushburjak bo'lib qolgan, ko'zlari g'azabdan jamdak ichilgan edi. U Zuhraga qaradi. Zuhra, yerim kechida nimaga varqirab-jarqirab yursan, so'rang bo'ldingmi? U gapni Zuhradan boshladi. Eshtim bo'lmadi ota. Sizlar kirib yetaveringlar, dedi Zuhra hech ish bo'lmagan. Munavvar, Zuhra ochangni sen xop qilib qo'ydingmi nima? Bayatın beri Süleyman'ın arkasında gap qilmay turgan Asiya Munavvarga g'azab bilan tikildi. Lekin Munavvar gap qilmay turib oldi. Nemishqa gap qilmaysiz? Dana, zoda nemish bo'ldi? Dedi qapaqlari turilib ketgan Süleyman Munavvarga qarab varqirab turdi. Bu gaplarni anglagan Munavvar qo'rqib titrab ketdi. Ko'z oldidagi bu ishlarning o'ngmay yoki tushi ekanligini anqirolmay qolayotgan Munavvarning quloqlari go'yo to'q so'qibatgandek qo'ng'ildaydi. Süleyman uning nazarida hurmatga sazovor bo'vay edi. Shunga u Süleymanni o'ziga mundoq qattiq tegib ketar deb o'ylamagan edi. Nima qilarini uqalamay qolayotgan Munavvar go'yo madad tilagandek opsiga telmirib qaradi. Ammo Asiya Munavvarning ko'zlariga lappida qarab qo'yib Süleymanning belikidan tortdi. Xo'p bo'lmaslar, och singil ikkisi gap targishib qopdi, shu o'zir aplashib qoladi. Manslar kirib ketayli. Ammo Süleyman bo'ldi qiladigandek emas edi. U Asiyaning qo'lini silkib etib Zuhraga qaradi. Qani degina, zodan nemish bo'ldi? Zuhra gap qilmay beshini to'van soldi. Munavvar g'achchida orqasiga burildi-da, hujrasiga kirib eshikni guppida yopib oldi. Angacha uning huy tartib yig'ilgan ovozi keldi. Zuhrami hujrasiga kirib ketmoqchi bo'lib orqasiga burildi. Ammo Süleyman uning belikidan tutdi. Nega borsan? Kirib uxlayman. Nima? Baya varqirab olamni ma'lum qilib odamni uyg'otib etgan odam ajab uxlayman deysizmi? Zuhra bo'lgan ishni ochsig'i demoqchi bo'ldi-yu, ammo yana uning ichini achchiq qilg'isi kelmadi. Biroq Süleyman bo'ldi qiladigandek emas edi. Shunga Zuhra gapni darhol buradi. Ata, nima bo'lganligini zoda uqmasam bo'lmaydi desang, eng yaxshisi oldi bilan Munavvar qizingdan so'rab boqqin. Zuhra Asiyaga ma'nilik qarab qo'ydi. Asiya darhol Munavvarning hujrasiga berib eshikni qoqdi. Munavvar shu hamon chiqdi. Gapni udulliday, dedi Munavvar Zuhraga qarab qo'yib. Ondan Süleymanning ko'zlariga qaradi. Ata, o'zingizmi ko'rib turibsiz? 10 kundan beri ishdan tushib kelib, opamning hech tayyorligiga yordamlashiman deb hech hodim qolmadi. Ammo Zuhra ocham qo'lini egri qilmoqdi yo'q, nima qilyapsizlar deb so'rabmi qo'ymadi. Bir necha kundan beri soat 11 bo'lmag'icha uyga qaytmaydigan bo'ldi. Buningga ochiqim kelib, ikki og'iz gap qilib qo'ysam, sakrab ketyapti. Munavvarning gapiga qaraganda gunohning hammasi Zuhrada edi. Ammo Süleyman Zuhraning hopila-shopila sholini chochadigan undoq tentak qizlardan emas ekanligini. Navada Munavvarning gapi o'tib ketmagan bo'lsa, uning buncha bala chechilib ketmaydiganligini biladi. Biroq Süleyman gapni udul degisi kelmadi. Zuhra qizim, dedi Süleyman birdam o'ylanib olgandan keyin. Bir necha kundan beri qilayotganing rostila qamlashmay qoldi. Hech kelyapti. Necha kunlardan buyon Munavvar bilan Asiya aylang bir qo'lini ikki qila olmay qoldi. Biroq sening soyangnimi ko'rgili bo'lmadi. Munavvar bu qilg'iningga og'rinib, ikki og'iz gap qilib qo'yganga nima bo'ladi endi?
Sulaymon boyqi gaplarni Munavvarga qartib degan bo'lsa-mu, lekin Zuhra buningga chidab tura olmadi. Munavvar, endi tushundim. Sharipaning nimishqa ona bola ikkinglar bilan purchiqib ishmaydi ekan desam, ikkinglar gap yasashqa bakmi ustikansizlar emasmi? Sizlar qilg'uliqni o'zinglar qilib qo'yib, otamning oldida gunohni boshqalarga ortadi ekansizlar. Bu gaplarni anglagan Asiya o'zini tutib ololmay mishildab yig'lag'ala turdi. Voy xudoyim-ey, Zuhra qizim, nima deganingiz bu endi? Odamga töhmat qilma. Töhmat qilayotganim yo'q. Ham azaldan boshqalarga töhmat qilib boqqan emasman. Sizga desam, boy Munavvar otamga rost gap qilmadi. U bugun zahardek gaplar bilan jinimdan o'tkazibdi, bilamsiz? Uning nazarda men bu uyning xinimi, u moliyi emish. O'ylab beqing, niyati durust bo'lsa, gapni shundoq qilamdi. Bu gapni anglab, o'zining boshqalarning qo'rsqida zodi nima o'ylayotganligini zodi bilmaydigan, qarg'a kelmas galvon ekanligini tushungan Sulaymon sapaga berib o'ltirib, tamakidan birini elib tutashtirdi. Zuhraning gapidan ishning chatoq ekanligiga ko'zi yetib, qo'rqib ketgan Asiya o'zicha ishni aplashtirib baxmoqchi bo'ldi. Xafa bo'lmang Zuhra, Munavvar u gapni oldi orqasini o'ylamayli debdi. Menga ishining endi undaq ish hargiz takrorlanmaydi. Kirib uxlan bo'lamdi, aytgan ishqi borisiz. U Zuhraning sochlarini mehri bilan siladi. Zuhra sopada o'ltirgan otasiga qarab qo'yib, asta hujrasiga kirib ketdi. Ammo u o'rin ko'rpisini silib, amdala yotay deb turishiga Munavvarning unini anglab qoldi. Voy buzuq! Yuzini dop-daq qilib, xalqning uyini buzmoqchi bo'lib turibliq, o'rdakka suyuqmagandek yurishlarini teqi. Zuhra karvatidan sakrab tushdi-da, Munavvarning hujrasiga etilib kirib, uning yoqasidan oldi. Kimni tillayapsan? Zuhra Munavvarning so'l yong'oqiga bir qachoq soldi. Munavvar bir qo'li bilan yuzini tutqunicha, yana bir qo'lida Zuhraning yoqasiga esildi. Angacha Asiya yugurib kelib, Munavvarni tortdi. Sulaymonmu qo'lidagi tamakisini pirqiritib tashlab etib, ushqandek etilib kirdi-da, Zuhrani bir qachoq soldi. "Voy, odam emas!" dedi Sulaymon chanoqidan chiqib ketayli deb qolgan ko'zlarini Zuhraga mixdek tikib turib. Zuhra shuncha yoshga kirguncha otasi uni tong etib chekib baxmagan edi. Bu ham Zuhraning umrida tunji qitim boshqalardan tayoq yeyishi edi. Go'yo tushidan cho'chib uyg'ongandek andikib ketgan Zuhra tastak takkan yuzini tuqqunicha otasiga dong etib qarab turibda qoldi. Sulaymonmu qo'zidak yavash bu qiziga qo'l takkizib qo'yganligiga ishida puchilnib ketayotdi, lekin bo'lar ish bo'ldi. O'rniga kelmaydi. Sulaymon nima qilarini bilolmay tamtirab qoldi. "Voy, bu nima qilganlari? Zuhraga nimishqa qo'l takkizdilar?" Asiya Sulaymonga olib qo'yib, Zuhraning oldiga ittik berib, uning yuz ko'zini siladi. Ammo Zuhra otasining qilg'iniga og'rinmadi. Shu topda uning qo'lidan har bala keladigan bu ana bola ikkisini choynab purkivatkisi kelavatadi. Shundoq emasmi? Bu ana bola ikkisi gapini bir qilib olib, bu oq ko'ngil buvayning beshini aylantiribdi. Zuhra Asiyani bir chetga ittirib etib, hujrasiga ittik kirib, paltosini kiydi-da, qo'l sumkasini belikiga qistirib, talog'iga qarab mangdi. Buni ko'rgan Asiya yugurib berib, uning qo'lidan tutib oldi. Lekin Zuhra Asiyani qattiq birini ittirib edi, Asiya daldugunib orqasiga uchib ketgili tas qoldi. Zuhra ittik berib,
ötükini kiyipla talağa qarab özünü atdı. Asiye onun keynidin qoğlap binadan düştü. Lekin Zöhre'nin qarısımı görünmeydi. Uçsudaki yalan köңlek bilenla sapmı keşini söylep yugurip çıkan Asiye soğuktan lağıldap titregili turdu. O hoylunun içini bir qor izdeştirgenden keyin yenip kirdi. Asiye Sulayman'ı yölep ekirip karvatga çıkardı. Jürekiga goya neşter sançılgandek azaplanıp ketivatkan Sulayman gep söz qılmay yatadı. Hürmetlik anlarman qeyrindaşla. Bugünkü anlatışımız muşagiçe bulsun, davamını keler qitimliq programımızda anlagaysızlar. Hayır hoş, aman bolaylı.